Assalamualaikum dostlar. Ben bugün sizlerge Paşa bilen boğun degan tekstini okup beraman. Paşa bilen boğun. Boğunning burunqi adaletlik padişahning sorunida boğun bilen paşa özara qudilashmoqchi bo'lishibdi. Bir kuni to'yliq ishini kelishmoqchi bo'lgan paşaning uyiga beribdi. Nari beri paranlardan keyin boğun gapga kelib to'g'riliq so'z ichib qizingizga qanchalik to'yliq baslamsari bo'lasiz deb so'rabdi paşa. Men deb javob beribdi. Buningdan hayron bo'lgan boğun bo'lmaydi. Bundaq to'yni zodi qilmayman deb xudin shig'inicha ketib qapti. Shuningdan keyin paşa men deganidan yanmaydigan bo'g'unmi? Bong qiladigan pashining g'ing'ildishi bo'g'unning bo'shildishi menga shuningdan qolgan ekan. Xo'sh,